Turan Civil School akalar o'qish narxi 2,5 ming bo'lib qoldi. Boshqa shtatdan kelganlar uchun turar joylar ham bor, bemalol kelaverasizlar. Takshi undan tashqari trak simulyator olib keldik. Trak umuman haydamagan odamlar uchun trak haydab yurish imkoniyati beruvchi elektron kompyuterli trak olib keldik. Akalar hamma sharoitlar bor. Kulyapti. 5 minutdan beri sababsiz qo'limni qurityapman. Sababi mana yerda suv turibdi, egasi kelarmikin, yo'qmikin deb kutyapman. Kelmasa itaraman, uzbayman u. Opa orqa manchasi yurar ekan, krutoy ekan. Qo'yib oldim videoga, ko'rib qolmasin deb. Ko'rib qolib bir narsa deganda zadniy berardim. Yo'q, opa, men o'zimga qaratdim, chachimni to'g'rilayotdim deb. 3 ta kategoriya bo'yicha biz chempionmiz, bilasizlar hammanglar. Shu chekkada turib olib birovlarni xotinni g'iybat qilish, tuhmat qilish hamda chekkada turib olib kimlarni ko'tini kavlash bo'yicha bizga yetadigani yo'q. Menda bo'ladimi akalar, sizlarda hammi zalda bunaqa yugurishga chiqsanglar, ikki tomoninglarda odamlar bo'lsa, o'sirsam o'sirig'im boramikin deb o'ylaysizlarmi sizlar ham? Men o'ylamayman, chiqarib yuboraman. Akamiz sutli protein hididan charchabdi shekilli. Kakras mana yerda dunyo yangiliklari akalar, Charlie Kirkda xabarlar bor, yaqinda o'ltirishdi. O'sha o'ltirgan killerni xotini kechiribdi mish. Shuni gapirib chiqishyapti mana boboylar. Da kapushonka taqibdi, sportsmen shekilli, qo'qish kerak bir narsa degani. Menga mazza bilasizlarmi, turgan joyimda xohlagan videoimni ishlab yuboraman. Shunaqa videolar qilib 1,5 millionta ham bo'ldi. Biz krasavchikimiz, onasini ensini baribir. Mana shu kulishimni edit qilgan ko't. Dagim. Zalda eng yomon ko'rgan kunim oyoqqa ishlash kuni. Noquloyligi yoqda tursin, xunuk ko'rinadi ham akalar. Qizlar, sizlar ham oyog'inglarga ishlab menga videolar tashlaylar, men baho beraman, to'g'ri ishlayapsizlarmi yo'qmi deb. Toshot qizlarga suyak yo'q ekan, toshot. Qaranglar, 1,5 soat oldin zalga keldim, kimnidir suv qolib ketibdi deb video qildim akalar. Suv hali ham turibdi, hech kim tegmabdi. Men endi o'zbekman, o'zbekda hayoliga nima keladi? Buyuni amigasiga meniki emasmi, birovniki ham bo'lmasin. Birov ichib mendan kuchli bo'lib ketmasin. Men ham ichmadim, birov ham ichmasin, inaymiz. Bir gapiryapti degan ko't. Tak. Ikkovi ham Samarqandlik. O rekordi bor kurashchilar, pastdagi bola endi anchagina rezultat ko'rsatgan, o'zi ko'rindi shekilli, anaqalaridan, texnikasidan. Nima bo'ldi oyog'ingizga? Normal hammasi. Normalmi? Ha, ketdi ikkinchi raund. Qadrdonlar mana ayollar uchun va umuman trakdan xabari bo'lmagan akalarimiz uchun spesial mana simulyator olib keldik. Ya'ni 3 ta monitor qo'yilgan. Bu yerda trakda hamma narsasi bor. Mana brake buttonsigacha, oyog'i gaz, tormoz, hamma narsasi bor. Protsessor yulangan. Xullas, elektronli trak akalar. Ko'chalarda yurasizlar, odamlar bo'lmaydi, politsiya bo'lmaydi. Mana bola mana olib keldi, o'zi ham tomosha qilib, rohatlanib, kayf qilib o'tiribdi. Men esa tellagan holatda ana ikkita yosh boladan xor bo'lib kalta yedi akalar. Mana holatim meni. Sog' joyim qolmadi. Hamyog'im archib tashlashdi. Xullas, videoga olinadi, joyda video qo'ymadim, sababi sharmanda bo'ldim. Lekin biz qaytamiz. O'zbekchilik bir kishi ishlaydi, 800 tasi qarab turadi akalar. Qonda bormi mana shunaqa narsa. Lekin hammasi aqllilik qilib nimadir o'rgatib turish kerak. Bu yilga 40 kun rozi akalar. Bosish kerak muziki. Qimmatroq mashinani kreditga olib o'zidan nimadir yasa oladigan bo'za bo'qi ishlar uchun zo'r narsa qilaymi akalar, salimda yerga tushishlar uchun. Haligi mashinani ko'tin yalab, panirovka qilmasdan akalar qo'limni ko'rsating. Salonni ko'rsating endi. Ko'rdinglar salonni? Ammo oq sidenyalar ko'rsating, endi qaranglar. Mana. Onasini skey metallom jalla. Hech narsa chiqmayapti. Mana.
o'tganda bahor jolar. Bu metallum hamma narsa bu o'tkinchi, ota-onani qadriga yetaylik. Bunaqa musor narsaga mana qilib paklanatsiya qilmasdan. Babuylar bunaqa narsalarga e'tibor qilmay tupurib qo'ygan joy bor. Au! Meni kechir. Instagram uchun qo'ydim meni kechir. Akalar men bulut ishlab chiqaradigan joyni topdim. Hozir boraman ashtiga. Mo'jiza deb mana shu narsani aytsa kerak, akalar, odamzod shunchalik darajada o'sib ketdi, oldiga o'tib ketdi, hayronman. O'z ko'zim bilan ko'ryapman, shunaqangi gigantskiy zavod qurgan ekan. Hozir ko'rsataman-ki, bitta narsani aytib o'tishim kerak. Lichkamga bolalar ham, qizlar ham yozishadi. Bolalar assalomu alaykum aka, palon piston deb o'zlarini gaplarini yozishadi. Qizlar salom berishni ham bilishmaydi. Hali o'zlariga vнимание, e'tibor xohlashadi. Ba'zi birlari sevishaylik, sikishaylik ham deb yozishadi. Qalaysiz deydi yo palon deydi, salominglar ko'tinglarga tiqolinglar, prosta muomala qilishni o'rganinglar. Bir narsa so'rashdan, bir narsa o'zingizlarga выгода qilyapsizlarmi? O'shunga yarasha muomala qilishni o'rganinglar. U haligi qalaysiz deb yozib ko'ttingni rasmini jo'natsa ham men javob ham bermayman, rasmiyni ochmayman ham. Muomalaga qarayman birinchi o'rinda. Bo'zaylar biladi. Tak, zavodni sizlarga ko'rsatdi, akalar. Hech qanaqa zavod yo'q. Aldadim. Yurgani ham kuchim qolmadi, akalar. Oyog'imda chunki 2 tizzam shilinib yotibdilar. Rakim turganlarga o'xshab shilib tashlashdi. Bu qo'llarimni qaranglar, sog' joyi qolmadi. Ham bu yerga toshlar sanchilib meni u yoqdan bu yoqqa lanka qilib o'ynashdi. Bir mayli, vesi men bilan teng bo'lsa ekan. Yo'q, mendan 10 kilo ozg'in bolalar, endi mayli oddiygina jahon chempioni, oddiygina. Bittasi 2003-yil, bittasi 2001-yil. Men bilan 93-yilman jalab. Bila kravatga qanaqa qilib chiqib olsam ekan endi. Pizdos. Haqiqiy erkak men kuchliman, hammadan zo'rman, hech kimdan qo'rqmayman deb o'zini ko'rsatmaydi. Haqiqiy erkak bilib qo'yinglar. Mag'lubiyatni tan olishni ham biladi. Shu narsadan uyalmaydi. Yemelyaninka aytgan, bilasizlarmi shu gapni? Ya'ni g'alabadan emas, ko'proq поражениyadan men tajriba yig'aman deb. Tak что yana kaltaga yo'ramiz to'xtatmasdan. Sen deb bahona qilaman deb boshqa nima deyman, o'zimni tinchlantirish uchun jala quduq. Tursiga ko'k ekan degan kut. Akalar, sochimni kalga olaymikin deb o'ylab qoldim. Ko'ringlar, baho beringlar, nima deysizlar? Voy. Такой чёлкаga o'xshab qolaman ekan. Ketga o'xshab qoldim biladi. Sizlarga yaqinda bo'lib o'tgan bitta voqeani aytib o'taman. Akalar, o'zimni tanishim bilan bo'ldi shu voqea. Yanvar oyida Rossiyaga ishlagani ketgan va uydagilarga avgust oyida shtraf kelyapti. Ya'ni peshixodda o'tkazmading deb. Toshkentda u bola o'zi vashi boshqa joydan, umuman viloyatli bola. Mashinani hech kim haydamaydi u boladan boshqa. Xuddi shu mashina go'yoki Toshkentga borib peshixodga yo'l bermagan, shu shtraf kelgan uyiga. Keyin o'sha bolaning dadasi bo'pti shtraf kelibdi deb bankka borsa to'lab berdi. Bankdagilar yo'q, qanaqasiga to'laysiz? To'lamay, hech qanaqa shtraf qilinmagan. U bola o'zi Rossiyada-yu deb gayga boring debdi. Gayga borsa, o'sha oblastnoy gay. Ular ham 1-2 soat cho'zishdi, yaqilishdi, shaharda o'sha viloyatda gaysiga boring debdi. Dadasi ham sikorishdi deb turib, shu 150 mingni to'lab olibdi. Yo'q joydan, havodan mana shunaqa qilib odamlar o'sha zaybal bo'lgandan ham qutulaydi deb 150 mingni berib yuboryapti. Ana sizlarga zo'r voqea. Meni kistim katta, kist kichkinalardan qo'rqmayman. Tushing mashinadan. Menga aytayapsanmi? Telefoningizni ko'rgani keldim. Tushing, gaplashaylik. Sanmiding o'sha? Ukam chichib qo'ygandim-da, ko'tim bo'qiydi. Telefoningizga gaplashgani keldim. Tushing. Voy, mayli qo'ymading. Ay. Gapir, ukam. Idealmi? Telefoningiz ko'rsak bo'ladi. Telefonim idealniy, lekin ko'p narsani ko'rib o'rgandi. Qani ko'rsam bo'ladi? Bo'ladi. Kodi nechi buni? 69. 70-75 emasmi? Yo'q, men Samsung-ku. Telefoningiz yonmayapti? Zaryadkasi tugab qoldi, ukam. Qanchada olsiz buni? Yaxshi ekan. 2000 ber. 2000 mendan ko'p pul topasiz-ku. 1,5 beraman.
to'plagan ishlayapti-da, ukam. Meni ham bilasanmi, qanchalik jag'im og'riydi. 1,5 beraman. 1,5 kam emasmi? Yaxshi, 17 chiqib ketdi. Naqd berasanmi, ukam? Ha, naqd. 17 nech pul bo'lyapti? O'zi 1,200 1,300 ga olib kelamiz. 4,000 sotyapmiz. 4,000? Insofimiz yo'q-ku. Yana jag'im chiqadigan-da, bilin. Yaqinda o'zi gemoroyimni davoladim, shu 16 olaman deb. Mayli, mehnatni qilamiz. Ayron hidi kelyaptimi, ukam? Mani qo'ltig'im sasivyapti ekan. Mayli, ola qol. Mana korobkani bering. Mana korobkalar o'zinikimi? Yo'q, qo'shnimni korobkasini olib chiqdim. Конечно, o'zimniki, ukam, xaribmisan? Naqsama berasanmi? Hozir mashinada olib beraman. Ukam, Instagramga qo'yasan videoni? Yaxshi ko'ryaptimi? 17 chiqqanda mehnat qilishim kerak. Pastdan ham bitta olgan, как раз tursiy kiymagandim-da. Rahmat, ukam. Joylab yuborarsan. Bo'ldi, hozir pulingizni beraman. Voy, onasini hamsi. Yana bitta boshqatdan qilib bering. Nima qildingiz hozir? Bitta boshqatdan qilib bering, nima qildingiz hozir? Men bolan qaranglar, akalar. O'zbekistonda MMA bo'yicha ancha rezultatlar qilgan 60 kiloda короче, kurash, Yunon kurashi и vo'lniy barbalarda chiqib 300 tadan ortiq bo'y o'tkazgan bola ekan. Lekin akalar Amerikaga kelib, mana trakda yuribdi, to есть trakka o'qimoqchi bo'lyapti. Eplolmaydi. Mendan kichkina bo'lsa ham aka deyman. Hozir qo'llarim qaltirash asabdan emas, bu qo'rqib turganimdan qo'llarim qaltirayapti. Xullas, erkin kurash va Yunon Rum federatsiyasiga bu bola alohida rahmat aytmoqchi, chunki shuncha rezultatlar ko'rsatib, ancha mehnat qilgan ekan. Oxiri mana Amerikada mashishga harakat qilib yuribdi ekan. Hozir dastavshi bo'lib, Dordashda ishlab yuribdi ekan. Sportsmen akalar haqiqiy mujik, haqiqiy sportsmenlar mana shunaqa qilib mehnat qilib, ko'zga ko'rinmasdan yuribdi. Qayerdagi yo'q klonlar baqir chaqir qilib, bundagi manqalarni oqizib, mush ochishni ham yaxshi bilishmaydi. Ashularga e'tibor kuchli. Akalar, bosish kerak. Profilni atmetga qilib qo'yaman pastda. Kirib o'zingizlar pajeshi qilinglar.